Bu yerda bo'lsa high-tech penallarimiz qanaqangi materialda razmerlarni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu yerda troyka modellarimiz hammasi krashinli MDFlarda bo'lgan oynaksiz va oynakli penallarimizni ko'rsatamiz. Bu yerda high-tech oyoqlari metalik tillarang bilan uyg'unlashgan juda ham go'zal penalimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun Xudo xolasa, bugungi obzorimizda penal troyka har bittasini to'g'risida razmerlari, materiallari, zapchaslarini tanishtirib o'tamiz qo'limizdan kelganicha. Xo'p, adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustunovkalari kiradi. Xo'p, gapimizni qisqa qilgan holatda mebellarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu penalimiz avalni ishlangan penal, krashinli MDFda bo'ladi. Hamnaqangi bukma, avalni qilib ishlangan. Avalni penal deganimiz shu. Hamnaqangi figurali bo'ladi. Oldin faqat Turkiya mebellarida bo'lgan bunaqangi bukmali ishlar. Endi Xudo xolasa o'zimizda hammasi bo'ladi. Razmeri 350 ga 240. Krashinli MDF, ustunlari ham MDFda bo'lgan. Glansli lak bilan Xudo xolasa glansli qilib ishlangan. Bitta mana o'z tekis avalni bukma qilingan. Arqon gullari bilan juda ham go'zal. Oyoqlari simalli oyoq. 3D qilib ishlangan. Hop, bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9 million 500 ming so'm. Zafar Mebel obunachilariga 9 million so'mdan vodiy bo'ylab dostavka ustunovka qilib beramiz. Bu yoqda bo'lsa, yana bitta juda ham neoklassika, high-tech uslubda bo'lgan krashinli penalimiz. Pastda bittadan tortmasi bo'ladi bularda. Davetchik mexanizm. Har biri polkalari birlik. Bu ham davetchik. Juda ham skromli penal xohlovchilarga oynalari ham juda go'zal ishlangan. Nejniy narsa xohlovchilarga hech qanday gulsiz, juda ham skromli variant. Bu ham high-tech gullarga juda go'zal tushadi. Bunimizning narxi 7 million 500 ming so'm. Bularni Zafar Mebel obunachilariga 7 million so'mdan qo'yamiz. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa, yana bitta high-tech penalimiz. Razmerlari 350, balandligi 245. Bularda ham bittadan tortma bo'ladi. Bortli penal deyiladi bunimiz. 7 million 500 ming so'mdan. Bu yoq tarafda bo'lsa, yana bitta troykamiz. Bu ham hozirgi birinchi ko'rsatib o'tgan penalimizda troyka varianti. Maloshniy rangga xohlovchilarga oqidan qilib bersa, oqidan qilib beramiz. Yo'q, maloshnisiz desa, maloshnisi ham imkoniyati bor. Xohlasin penalga, xohlasin troykaga rangini o'zgartirib qilib beramiz, muammosiz. Ustunlari ham MDFda o'zidan. Plasmasda ustun emas. Gullari ham o'ziga yarashgan, xudo xolasa. O'rtasi ham juda ham keng, katta ishlangan. Joy ham kichkina deganlarga troykani tavsiya qilamiz. Bular 330 joyga to'g'ri kelaveradi. 350 bo'lsa, orasini ochib, masalan 4 metr, 4,5 metrgacha orasini ochsa, yonida ham naqshlari bor, oynaklari bor. Dish-tovollari ham ko'rinib, zo'r ko'rinib beradi. 4,5 metrgacha orasini ochib qo'yilaveradi. Joyiga qarab 330 eng minimal razmeri 330 ga to'g'ri keladi. Bitta klassika troykamiz, qoshli model, oyoqlari ham yerga yopishgan bo'ladi, simala gullar bilan ishlangan. Ular quyma plasmasda ustunli bo'ladi. Razmeri 340. Yopishgan holatda 340 joyga to'g'ri keladi. Bularda ham razmerni o'zgartirib yasab beramiz, muammosiz. Polkalar birlik shisha, davetchik mexanizm. Shampanga jemchug 2 xil kraskadan kombinatsiya qilib ishlangan. Klassika xohlovchilarga bu ham juda ham go'zal variant. Chuqurliklari 45 sm dan ishlangan. Har biri 38-40 ishlanmagan. Liboy katta bogimalari ham bemalol o'rnashib juda ham go'zal turaveradi. Hop, bu yoqdagi klassika penallarimizni ko'rsatamiz. Bu yerda mana hozirgi klassika penallarimiz. Bular ham krashinli MDFda bo'lgan. Hop, o'rtalari avalni qilib ishlangan. Hozir ichkaridagi ko'rsatgan penalimiz bilan bir xil ishlangan o'rtasi.
ikki chekkasini eshiklari to'g'ri qilib ishlangan. Bu faton bilan ishlangan penalimiz. Ularda printer bo'lsa, bularda faton bilan ishlangan. Juda ham go'zal holatda. Xohlovchilarga bularni masalan gold faton yopishtirib berilsa, tillarang shampan fatonlar bor, imkoniyati bor. Bu ikki chekkasini eshiklari to'g'ri ishlangan hisobiga rasxodlari kamroq chiqadi. 7 million 500 ming so'mdan. 2 million razmeri 350. Razmeri 350, chuqurligi 45 sm. Hammasi original davchik mexanizmlarda bo'lgan. Ustunlari o'sha MDF ustun. Hop, bu yoq tarafda bo'lsa, yana klassika xohlovchilarga klassika variantimiz naqshli. Hop. Bularimiz razmeri ham 350, oyoqlari yopishib turadigan holatda. Bu bir xilda shampan kraska bilan boyitilgan shampanskiy fatonlar bilan ishlangan. Bitta mana yana penalimiz. Roliklarigacha ham yo'g'i davchik. Ramkali xohlovchilarga menga ramkasi kerak emas desa, oynasini olib qo'yib beraveramiz. Bularimizni narxi 6 million 500 ming so'mdan. Xohlovchilarga mana krashinli mebel modadan qolmaydigan xohlasa bu rangimiz juda ham go'zal. Xohlovchilarga oyog'ini noshkali yerdan ko'tarilib turadiganini qilib ber desa, yerdan ko'tarilib turadiganini qilib beramiz. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tishsa, Viber juda ham ko'p. Betdan chiqib ketgan fasonlarimiz bor. Yana boshqacha betga sig'maydigan modellarimiz bor. Ularni ham ko'rib tanlashaveradi. 3 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Penallar laminatligi. 3 million 500 ming so'mdan 11 million so'mgacha bo'lgan penal troyka variantlarimiz serop xohlasa. Xo'p, bunimizni ham narxi 6 million 500 ming so'mdan. Endi ichkarida yana bitta high-techimiz bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda hozirgi karashinli MDFlarda bo'lgan high-tech penalimiz. Hamma yog'i original davchik mexanizmlar bilan ishlangan. Roligi ham, eshiklari ham, polkalari 4 xonali 3 polka tushadi. Kurgovi charxlangan, polkalari ham qo'lni kesmaydigan, xohlasa. Zirkli oynalari ham rombikli qilib juda go'zal ishlangan. O'zini fasoniga mos, skromli model. Agar qoshlari kerak emas, menga to'rtburchak qilib bersa, qoshlari yechiladi. Bu odamga xohlasa pastdagi gullarni ham, teyadagi gullarni ham yo'q qilib beraveramiz. Bu meni uyimga kumush qilib ber deganlarga kumush ranglari bor. Mana fatonlarimizni kumush rangini ham qilib berish imkoniyatimiz bor. Xudo xolasa bularimiz ham glansli laklar bilan ishlangan. Xudo xolasa ranglarini yo'qotmaydi. Glansli o'zini yaltirash qobiliyatini yo'qotmaydi. Xudo xolasa qimmat yaxshi kraskalardan foydalanilgan. Kimga shunaqangi sifatli mebel kerak bo'lsa, albatta Zafar mebelda ekran ostidagi nomerlarga telefon qilib bemalol bog'lanib tanlashlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bor. Vodiyga bepul. Vohaga Toshkentga ozgina kelishilgan holatda, xohlasin upakovka, xohlasin tiklangan holatda o'rnatib berish imkoniyatlarimiz ham bor.